Assalomu alaykum kanalim obunachilari, videoni oxirigacha kuzatib boring, like bosib obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqi qancha? Aholi ko'proq nimalarga pul sarflaydi? Migrantlarning pul o'tkazmalarisiz O'zbekistonda kambag'allik darajasi 9,6% emas, balki 16,8% bo'lardi. Jahon bankiga ko'ra, o'zbekistonlik muhojirlar oqimi Qirg'iziston va Tojikistonga qaraganda xilma-xilroq. Ularning 57% Rossiyani tanlaydi. 15% Qozog'istonda, 10% Ukrainada ishlamoqda. O'zbekiston YAIMda migrantlar o'tkazmalari ulushi 14% ni tashkil etadi. Bu ham qo'shnilarga qaraganda kamroq. Jahon banki Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasidagi zamonaviy migratsiya tendentsiyalari, muammolari va imkoniyatlari tahlilini o'z ichiga olgan yangi tadqiqotni taqdim etdi. YeMo mintaqasida 100 million muhojir yashaydi. Bu dunyo migratsiya aholisining 1/3 qismidir. Daromadlar o'rtasidagi tafovut, demografik nomutanosiblik, iqlim o'zgarishi va qurolli mojarolar butun dunyo bo'ylab migratsiya oqimining o'sishiga hissa qo'shishda davom etmoqda, deya ta'kidlaydi Jahon banki. 2023-yil holatiga ko'ra, Tojikiston va Qirg'izistonda mehnat muhojirlarining 80% dan ortig'i Rossiyaga yo'l olgan. O'zbekistonlik muhojirlar oqimi ko'proq diversifikatsiyalangan. 57% Rossiyada, 15% Qozog'istonda va 10% Ukrainada ishlaydi. Eslatib o'tamiz, avvalroq 2025-yil boshida 1,35 milliondan ortiq o'zbekistonlik xorijda ishlayotgani xabar qilingandi. Bu yil bir yil oldingiga nisbatan 34% ga kam. Xususan, Rossiyada ularning soni 1,7 baravarga kamaygan. Shu bilan birga mehnat migrantlarining o'z uylariga qaytish tendensiyasi davom etmoqda. Yaqinda O'zbekiston hukumati vatandoshlarni, jumladan xorijda ishlayotganlarni yangi Toshkent qurilishga taklif qildi. Qabul g'isht teruvchi, santexnik va elektr kabi 38 ta qurilish mutaxassisligi bo'yicha amalga oshirilmoqda. Maosh 8 milliondan 15 million so'mni tashkil etishi aytilmoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlarida mehnat migratsiyasi millionlab fuqarolar uchun siyosiy daromad manbalaridan biri bo'lmoqda. 2024-yil holatiga ko'ra, mehnat muhojirlarining pul o'tkazmalari Tojikiston yalpi ichki mahsulotining 45% ni tashkil etdi. Bu nisbiy ma'noda dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Qirg'izistonda pul o'tkazmalarining YAIMdagi ulushi 24% ga, O'zbekistonda esa 14% ga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.